Shifokor bo'lishni orzu qilganmisiz, lekin 6-7 yil o'qish uchun uzoq tuyulganmi? Endi bor yo'g'i siz 3 yilda davlat diplomi va kasb hunarli bo'lib ish bilan ta'minlanasiz. Bu orzu emas. Bu Toshkent tibbiyot texnikumi. Biz sizga nimani taklif etamiz? Hamshiralik, davolash ishi, farmatsevtika yoki stomatologiya. Bitta yo'nalishning atigi birini tanlab, 3 yilda davlat namunasidagi diplom qo'lingizda bo'ladi. Bu diplom xususiy va davlat muassasalarida birdek tan olinadi. Siz u bilan xohlagan joyingizda ishlay olasiz. Biz sizni o'qishni tugatganingizdan so'ng ish bilan ta'minlashni kafolatlaymiz. Xorijda o'qishni yoki ishlashni rejalashtirganlar uchun ham mos keladi. Hujjat topshirish ham oson, suhbat asosida bo'ladi. 11-sinfdan keyin ham muammosiz qabul qilinasiz. Bizda yosh chegarasi yo'q. Hozir yoshingiz yetmasa ham o'rningizni band qilib qo'yishingiz mumkin. Moliyaviy jihatdan ham qulay. To'lovni bo'lib to'lash, ta'lim krediti yoki bo'lmasa o'qishingizni muzlatib qo'ysangiz ham bo'ladi. Biz yangi muassasa emasmiz. 2025-yilda 400 ga yaqin, 2026-yilda 700 dan ortiq o'quvchilarimiz o'z qo'llariga tan olingan diplomlarini olishdi. Toshkent tibbiyot texnikumida 2026-yil uchun qabul boshlandi. Hoziroq bizga murojaat qiling va o'z joyingizni band qiling.